Assalomu alaykum hammaga. Hop, bizga to'rt g'ildirak traktori motori keldi. Bu motor o'tgan yilmi, undan oldingi yilmi, bir yil yo 2 yil oldin qilib berganman bu motorni. Maza qilib ishlatib yurishgan ekan. Shu ichida yog'i bo'lsa ham, moylari bor. Ichida moy bo'lsa ham val ushlab qolibdi. Sababini endi ochib ko'rsak bilamiz. Nimaga ishlab qo'yganini? 1100 motor. 1100 motor. Xudo xolasa to'g'irlab berishga harakat qilamiz. O'tgan yili yo undan oldingi yili kelganda motorni qilib bergan ekanmiz. Xudo xolasa bu yerga endi qo'ldan kelgancha to'g'irlab beramiz. Ishlamoqda, bu yoqqa ham ushlab qo'ygan. Xudo xolasa shuni hozir to'g'irlab beramiz. Shunaqa motorli bo'lsa olib kelaverasizlar. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Xolasanglar anu Mahaviyga shkifa, gulishturlarni yechib tashlab, liboy mashinani bagajga solsanglar bo'ladi. Mana bunaqasini olib kelib tashlashga remont qilib qo'yganmiz. Mana bunisini. Mana bunaqa motorlarni remont qilamiz, xudo xolasa. Mana bunaqa kichkina mashinachalarni remont qilamiz. Unaqa choy samovarlarni remont qilamiz. Unaqa benzinli muraylarni remont qilamiz. Mana bunaqa generatorlarni ham remont qilamiz. O yoqda ham zubur motor olib kelib tashlashgan. Uni ham xudo xolasa remont qilishimiz kerak. Aytgancha mana bunaqa kir mashinani ham remont qilamiz. Mana bunaqa katta benzinli muraylarni ham remont qilamiz. Zapchaska olamiz, mana shunaqa benzinli muray. Mana bunaqa zubur motor. Keyin mana bunaqa universal motobloklar. Zapchaska olamiz. Xo'p, mana bunaqa generatorlarni zapchaska olamiz. Shu ko'rsatgan hamma texnikalarimizni zapchaslari bor. 100% demaymiz, bor akalar. Agar qidirayotgan bo'lsanglar, kerak bo'lsa, menda bor bo'lsa, sotib yuboraman, kerak bo'lsa sizlarga. Xudo xolasa endi qo'ldan kelgancha bu yoqqa endi ochib ko'ramiz nimada ekan. Bu menimcha valga musor to'lib qo'yganmi? Filtri to'lib qo'yganmi? Balki yana bilmadim, bir xilla o'zi yog'siz yurib qo'yib ishlatadi, keyin yog' quyib qo'yishadi. Yog'i bor edi ichida, davleniyasi ko'tariladi deyishadi. Endi unisi ham ko'rganmiz, bilmayman. Ochib ko'ramiz, nima gap nimasi. Sizlar bitta chiroyli qilib like bosib qo'yinglar, podpisatsiya bo'lmaysanglar, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Instagram, YouTube, TikTok, Telegramlarda Jamol usta deb yozsanglar, kanallarim, gruppalarim bor, obuna bo'lib qo'yinglar kirib. Xudo xolasa endi buni ochamiz. Nima gap nimasi o'zi ekan. Shunaqa texnikalar hammasini remont qilamiz. Hop, razbor qildik, polni ochib oldik. Vallarigacha mana oldik. Musori tozalashmagan. Mana shu har bir musori tagida mana shu dumaloq teshigi bor. Shu teshigi ro'parasidagiga mana musor yig'ilib qo'ygan. Mana yog' kelmay qo'ygan, fukladi shilishga tushgan. Yaxshi valda uncha strashniy emas, sal ishlashga tushgan. Valni tozalaymiz, karinni fukladish qilamiz. Shatundan yaxshi. Bu yopishmagan. Endi yangilab olaveramiz. Ochdik. Yangi fukladishlarni bosib olaveramiz. Keyin yana ertaga bosh og'riq bo'lmasligi uchun moy filtri tozalashmagan. Shundan shuncha bosh og'riq. Yangi moy quyayotgan yillarda iloji boricha tozalab tashlanglar bu filtrni olib. Mana bu yerda poddonni yechsanglar chiqadi. Bundoq mana shu turgan bo'ladi, bundoq bo'ladi. Setkasini oldim, mana simini oldim. Orqasida anaqa temiri bor. O'sha temiri ro'parasi mana shunaqa bo'lib qo'ygan. Ko'rdinglar? Shu yog' o'tmaydi, so'ramaydi, bo'ldi. Bu yerdan yog' o'tmagandan keyin yoqqa bormaydi, yoqqa bormagandan keyin val ushlash shundan bo'ladi. Shuni yuvib turinglar akalar. Yuvib turish kerak, yuvmasa bo'lmaydi. Bekorga ochiladi. Bitta shu moy filtrining yuvilmaganini ochiladi.
Xudo xohlasa yig'ib tashlaymiz endi. Qo'ldan kelgancha like podpis bosib qo'yinglar. Mana akalar, filtri mana shunday tozalash kerak, ko'rdinglar? Bu mana shu temirini ro'parasida to'lgandan keyin to'lib qoladi, bo'ldi, tamom. Vayna bo'ladi degani shu bo'ladi. Tushundinglarmi? Mana shu setka shu har bir teshik ro'parasiga to'lsa yog' o'tmay turaveradi. Davleniyasi ko'tarildi akalar. Xudo xohlasa yig'ib tashladik. Shunaqa xizmatlarimiz olib kelaversa, qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Shunaqa motor remont qilishlar, suv nasoslar, mana bunaqa suv nasoslar remont qilishlar, kir mashina, bunaqa suv pompalar, anaqa generatorlar, bunaqa bolachalarni mashinachasigacha remont qilamiz akalar. Elektromobillarni mana bunaqa akkumulyatorga quyiladigan kislotasidan ham bor. Hop, kichkina motobloklar, yog'larda ham bir ikkita motobloklarimiz bor. Zapchaska ham olamiz motobloklarni. Remont ham qilamiz. Zapchasi ham bor, kerak bo'lsa. Telefon qilsanglar bir tez bo'lsa chiqarib beraveramiz, xudo xohlasa. Hamma qo'ldan kelgancha to'g'rilab berishga harakat qilamiz, olib kelaverasizlar. Motoringlarga yaxshi qarab yuringlar. Mayda suvda qo'yinglar, ammo filtrlarni tozalab, yog'larni tez alishtirib, toza sariqqa quyib, filtrlarni tozalab yuringlar. Qaranglar, sariqgan filtri mana bu yerda, moy filtri mana bu yerda bo'ladi, paddonda bo'ladi. Endi bu filtrchani seliyicha olaman, mana bu yerda starterni yechasizlar, mana bu kirishganicha olsanglar, shu ichkarida trubka ko'rinadi, trubkamda tushgan, nari tarafga o'ng tomonga devorga yopishgan. O'shani yechib olasizlar. Bo'lmasa, setkani o'zini tozalayman desanglar, paddonni, mana shu boltlarni yechib, paddonni shunday pastga tushirasizlar, setkani o'zini ochib tozalab, yana qo'yib, yana paddonni qotirib qo'ysanglar bo'ladi. Qandoq desanglar, ana shunda qotiraverasizlar. Mana bu paddonda turadigan filtr, moy filtri mana shu bo'ladi, mana. Ko'rdinglarmi? 100 soatda tozaladyaptimi? Bu degani 2 kun, 2,5 kun, 3 kunda tozaladyapti. Agar shu soat bo'lsa. Filtr. Hammasi 100 soatda. Mana bu yerga 50 soatda qarab qo'y, tozalab qo'yibdi o'shida. Shunaqa gaplar bekorga qo'yilmagan. Shu 100 soat o'xshaydi, 100 deb qo'ygan-ku. Qarasa deb. Endi soatda unaqasini bermagan. Lekin 100 soat degan, balki 100 kun. 100 kun bo'lsa juda ko'p. 100 soatda degan bo'lsa to'g'ridir. Xo'p. Men bu yerda 100 soatda moyini alishtir degan, lekin ko'rinayotgan bo'lsa. Shunaqa gaplar galo-galo. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab berdik. Shunaqa xizmatlar olib kelaverasizlar. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, omon bo'linglar, tinch bo'linglar, rahmat qolmagan.